7 yildan beri bolgarskiy yetishtirayotgan agronomimizni fikr mulohazalarini bilib olamiz. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bolgarskiy shirin qalampir, mahalliy tilda bolgarskiy deyiladi. Buni yetishtirish oldin agrotexnikasi yerni yaxshilab yumshatib olamiz, tayyorlaymiz. Yer tobiga kelgandan keyin ekish jarayonida uyacha qilib kavlanadi. Ko'chatni ildiziga qarab, kulogiga qarab o'shanga mo'ljallab turib kavlanadi. Unga o'zimizni biopreparatlar, ozuqalar solinadi, ekiladi. Ekilgandan keyin suv beriladi. Birinchi suvi yaxshi berilishi kerak. Suvni qondirib beramiz. Shundan keyin bolgarskiyda agar qishda ekadigan bo'lsak, o'rab qo'yiladi. Shu holatda 3 kun dimlanadi, qoladi o'ralgan bo'yi vakuum ichida. Shunaqa qilib 3 kun, 4 kun havoga qarab ushlaymiz. Agar havo qizib ketsa, isib ketsa, tepasi ochiladi. Ochilib shunga qarab o'sishiga qarab boshlanadi. Bunda keyin xamtak chiqish boshlanadi. Xamtak bachka deyiladi, mana bu yerlarda. Mana bargni orasidan chiqadi, yondosh barg. Bular olib tashaladi mana. Mana shu yergacha olib tashaladi. Bargni ham olib tashaladi. Bu yerda hol o'zini qo'yishimiz kerak. Agar qo'ymasak, bu yerdagi chiqqan bachka bu yog'iga yulinib kuch yuborishga, gul tashlashiga sababchi bo'lib qoladi. Bu yoqqa kuch bermaydi. Bu bilan kimyoviy ishlash usuli ham bor. Agar shira tushsa, boshqa bo'lsa, kimyoviy usulda kurashamiz. Lekin profilaktika uchun iloji bo'lsa bir haftada 2 marta suyuq sovun, osh sodasi, yod shu narsalarni qo'shib turib tayyorlanib, sachib turish kerak. Bargini tagidan, ilojini qilib bargini tagidan purkash yo'li bilan dori sepadigan apparatda tagidan beriladi. Suvni havoga qarab beriladi. Havo qizib ketadigan bo'lsa, ozgina faqat. Boshqa o'simliklarga o'xshab suvni unchalik suymaydi. Lekin tagini namsiz qo'yib qo'yish ham bo'lmaydi. Chunki hozir suv bilan bo'lyapti. Qantarish yo'li bor, u boshqa. Bu sistemani qo'llamadi. E'tiboringlar uchun rahmat.